Nodir aka, viloyatlardan kelib ham xatna qildirib ketsa bo'ladimi? Nafaqat viloyat, ko'rgan bo'lsangiz, Amerika, Angliya, Istanbuldan yaqinda kelib ketishdi, endi Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan kelishadi, xatnasini o'tkazib ketishadi. Men kelishgandan keyin xatnaga olib kirishdan oldin xatnadan keyingi bo'lgan parvarishlarni nima qilish kerak, qachon, necha tomchi, necha mahal hammasini tushuntirib, ko'rsatib, o'rgatib qo'yib, Telegram ligiga yuborib qo'yib, undan keyin 5 daqiqaga olib kirib chiqamiz. Xo'p, xatnadan keyin hech qanaqa перевозкаga kelib o'tirish shart emasmi, ovora bo'lib? Yo'q, men aytaman-ku, uchib kelganligi samolyotda qanaqa o'tirib ketishigacha ko'rsatib beraman shu yerda o'zida. Yotib ketaman poyezdda qanaqa yotqizib ketishini ko'rsatib qo'yamiz. Sразу olib ketishadi bizni. Taksida kelganligi hozir uyga boraman desa, hammasini tushuntirib, o'rgatib qo'yib, undan tashqari xatnadan keyin to'liq bitib ketguncha men Telegramdan postoyan nazorat qilaman. Toshkentda bo'ladimi, eski shaharda bo'ladimi, Germaniyada bo'ladimi, Telegramdan postoyan ko'rib, nazorat qilib turaman. Onlayn xotirjam qilaman, ovora bo'lib bu yoqqa kelib o'tirishmaydi. Yaxshi ovoragarchilik yo'q ekan, lekin narxlarichi chet davlatdan kelganlarga qanaqa narxlar o'zgaradimi? Yo'q, endi aytmoqchi bo'lganingiz, Amerikadan kelsa dollar olib kelish kerak emasmi? Yo'q, narxi o'zgarmaydi. Men misol uchun mana bunaqa narx belgiladimmi? O'sha narx Amerikadan kelsa ham, qo'shni davlatdan kelsa ham, viloyatdan kelsa ham, eski shahardan kelsa ham bir xil narx.